Koreyadagi uyimga shkaf bilan divan oldim. Uyda yig'ishtirish ishlari olib borilyapti, shuncha. Hamma narsa og'da to'ntar bo'lib yotibdi. To'g'risini aytsam, na shkaf yoqdi, na divan. Mebelchi uyda ko'rgani kelganda, men shunchaki mebel rangini oq bo'lishini xohladim. U menga aytdi, "Men senga dizaynlarini tashiyman, sen yoqqanini tanlaysan" dedi. "Xo'p" dedim. Uje ertasiga telefon kelyapti, qizlar. "Ertaga mebelni qo'ygani boramiz" deydi. "Ha, qanaqasiga? Men uyda bo'lmayman" desam, "Mayli, uyingni kodini bersang, o'zimiz tashab chiqib ketamiz" dedim. Rozi bo'ldim, lekin uyga kelib ne ko'zlar bilan ko'rsam, umuman menga yoqmagan stil enamni zamonidan qolib ketgan. Ha, endi u kampirdan nima kutishim mumkin? Kampirligiga borib kampirskiy stilda tanlaganda, shuni men bilan bir og'iz maslahatlashganda o'larmidi? Ha, mebelni pulini to'laydigan men bo'lsam, keyin yana bir ko'nglim mebelchi tanishligiga menga ehson qilyaptimikin deb ham o'yladim. Yoki mebel zavodini ushurini beryapti deb o'yladimmi, bilmayman. Endi xudoga shukr, yo'qdan ko'ra bor deymiz-ku, lekin pulni daraxtdan terbayotganim yo'qda. Qo'yib ketgan joylari ham umuman yoqmadi. Kuvlaga oyog'imni qaratib qo'ygan, men bilmasdan erta bir kun uxladim. Divani yomon emas ekan. Divaniga u tepasiga bir narsalar qo'ysa chiroyli bo'lib qoladi. Ham rosa ham baquvvat ekan. Qimirlatish ham bir ham qiyin ekan bu divanni. Qiynalib ketdim to survoguncha. Hali Instagramda ko'rardim, uylarni remont qilib, mana shu divanlarini surib bir narsalar qilib yurgan xotinlardek. O'zim ham o'sha xotinlardan bo'lib ketdim. Yaqinda chiqmasam bo'ldi, er nimaga kerak deb. U xansirab qolganimni qaranglar, bechora. Jonimga shukr, asalim. Divan mayli, divan yoqdi qizlar. Sizlarga ham yoqdimi? Kommentda yozib ketinglar. Matrasi ham zo'r qalin ekan. Matras tagida shkaflari ham bor ekan. Ashinoma yaxshi o'ylab topishibdi. Kinolarda, Ahad Qayumning kinolarida chiqadi-yu. Qaynonalar kirib kelin dashqal-dushqallarni topib, "Mana u nima?" deb chiqishadi-yu. Ashuna narsalarni yashirgani yaxshi joy ekan. Endi menda undan narsa yo'q, endi yashiradigan-u. Endi prosta O'zbekistonda bormi, yo'qmi bilmayman. Endi menga yoqdi. Mana ko'rpani ham mana O'zbekpulga adashmasam 200 mingga oldim. Sizlarga yoqdimi, yo'qmi? Kommentda yozib ketinglar. Obuna bo'lishni ham esinglardan chiqarmanglar, qizlar.